No'rim yoki g'alati. Trendi qaynota kuyov timsolida. Kuyov qaynotani ada, qaynonani oyi deyishi. No'rim yoki g'alati? No'rim. No'rim. Qaynotachi kuyovi o'g'lim deb chaqirishi no'rim yoki g'alati? Endi no'rimsi ham bo'ladi. Yo'q. Tag'in bilmadim deydi. No'rim. Har hafta qaynona qaynotani uyiga kuyovi mehmonga borishi. G'alati. G'alati. Bayramlarda, bir tadbirlarda bo'lsa yaxshiroq bo'lsa kerak. To'g'ri. Qaynota kuyovi podдержка qilishi no'rim yoki g'alati? Imkoniyati bo'lsa, sharoiti bo'lsa, zaruriyati bo'lsa, podдержка qilgan yaxshi. No'rim. No'rim. Er xotin urushib qolsa, qaynotaga qizidan жалоба qilish. No'rim yoki g'alati? G'alati shekilli, g'alati. Er xotin hamma narsani o'zi hal qilish kerak. Xotin kasal bo'lsa, otasini uyiga davolashga yuborish. G'alati yoki no'rim? G'alati. G'alati. Qaynota kuyov birga sayohatga chiqishi. No'rim. Boshqacha bo'ladi. Uyga kelgan kuyovga qaynotani choy damlab berishi. No'rim yoki g'alati? Buni endi no'rim deymiz, chunki payg'ambarlar ham kuyovlarni siylagan shunaqa. Nafaqat choy damlaydi, balki mochishchilar ham qilib beramiz kerak bo'lsa. Kuyovi qaynotaga xizmat qilishichi. No'rim yoki g'alati? No'rim. To'y hashamda yonida turishi. To'g'rimi? Yaxshi yomon Yaxshi yomon kunlarda masalan. Demak, no'rim. No'rim. Yilning eng zo'r qaynota kuyov nominatsiyasini beramiz sizlarga. Janrdan bor edi o'zi. To'g'risi. E'tiboringlar uchun rahmat. G'alvachga kerak kabinet ketsin. Bo'ldingmi? Bo'ldik. Ilohim. Surlaring. Pulingga vaqtdan bo'lib qoldi. Duomiz ketasiz. Amin. Tinchlik, omonlik bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lib, serfarzand, serdavlat bo'lib, nevaralarni, bolalarni to'yini ko'rish Alloh Hammamizga nasib qilsin.